Jungoning Yapon bosqinchilariga qarshi urushi 2-Dunyo urushining tarkibiy qismi. Dunyodagi taraqqiyparvar kuchlarning fashizmga qarshi muhim jang maydonlarining biri. Bu qitimqi urushda Jungo xalqi zo'r qurbonlarni berib, vatanning egilik huquqini, milliy mustaqilligini va zamin butunligini qo'g'dash, fashistlarni yo'qotib, dunyo tinchligini qo'g'dash uchun g'oyat zo'r tuhfa qo'shdi. Bu filmni Jungoning Yapon bosqinchilari qarshi urushi va 2-Dunyo urushida fashistlarni yo'qotish, milliy mustaqillikni va erkinlikni qo'lga keltirish yo'lida batirani kurash qilgan, qurbon bo'lgan qahramonlarga bag'ishlaymiz. Sizlarning tuhfanglar mangu o'chmaydi. Sizlarning ro'yinglar mangu hayot. Miladi 1937 yılı 7. ayının 7. günü Yaponiya qo'shinlari Beypingdagi Logochao ko'rigida turishliq Jungo qo'shinlariga vahshiylarcha hujum qildi. Jungo Kuomintang inqilobiy partiyasining 29. korpusi batirlik bilan qaytarma zarba berdi. 8. ayının 13. günü Shanxayga urush o'ti tutishib, jang texmi kengaydi. Jungo bilan Yaponiya umumyuzlik urush holatiga kirdi. Şunun bilan Jungo armiyasi va xalqi Yapon bosqinchilarining tajovuzchiligiga qarshi turish bo'yicha 8 yil davomlashgan intayin mushaqqatli urush mezgili qadam qo'ydi. 1940-yili 2-oyda 8-armiyaning ma'lum diviziyasi Shanshining o'rta qismida Yaponiya qo'shinlarining qurshovida qoldi. Diviziya organi va dala armiya doktorxonasining bexatar joyga yetkilishi uchun 8-armiyaning yangi 1-polki bilan fidoilar 1-atritining bir qismi Changyun cho'qqisi asos baza qilingan Ushtog'da Yaponiya armiyasining 3000 dan ortiq askar bilan keskin jang qildi. 8-armiya qismlari uda 13 qatim hujumga o'tib, Yaponiya armiyasi bilan keskin ilishdi. 8-armiyaning yangi 1-polki polk komandiri Li Yunlongning qo'mondonligida Yaponiya armiyasi qarshi bir qancha qatim butun polk bo'yicha qaytarma hujumga o'tdi. Jang nihoyat keskin davomlashdi. Asosiy cho'qidagi baza orqa-orqadan qo'ldan ketdi. Ikki taraf og'ir talafotga uchradi. Dokulat, başla. Brigada komandiridan telegramma keldi. O'qi. İşençlik axborot qaraganda, sizlarning oldinglardagi dushman 18-Qirg'oqbo'y armiyasining asosli diviziyasi ekan. Shimoliy Jungo yo'linish armiyasi birlashma qo'shiningizga 3 soat o'shkida Changyun cho'qqisini egilib, mudofaa turayotgan dushman qo'shinining hammasini yo'qotish to'g'risida buyruq tushiramiz. Podsho oliylari yozsin. Vaqtda. 敵は中華機がないようで、せいぜい年後迫撃砲で銃声から反対して、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ一つの大隊の兵力は使います。文蔵里の修真寺の86軍の部隊はどんな部隊だか。86軍の一二教師。兵だ。194のどなたんだか。それわかります。今までに私たちはまた一人の捕虜を掴んでいないです。バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の証明の番号はわからないが。はい。俺はともくん、気がついたか。この86が地位を取ってしまったよ。すごいだよ。この86の指揮官の防強生のベテランだを反対してやろう。この形、とっても見事だ。特徴があります。その攻撃、設備も配置。おかしなことは
こんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。先この地雷場で私たちを50体攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。そうですね。隊長、その話は通りがあります。日野君は防御線の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八郎君は運動線の中からタフだと防御線を転換します。特にありがたくて尊い。攻撃で部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、ロナの指導は私は見たいよ。장답이요. 막! Shtabdagilar bilan Dala armiya doktorxonasidagilar bexatar joyga yetkazildimi? Doklad boshliq, hammasi yetkazib oldi. Endi yapon olvostlari bilan erkin ozod tutishilgan bo'ptiqda. Mana, berib dushmandan birini terik tutib, qarshi tarafdagi dushmanning qaysi qismida ekanligini so'rab boq. Yaponiya 4-brigasining Sakada birlashma qo'shini ekan. Sakada birlashma qo'shini? Ajab tonishtaklar anglayotdi-ku. O'tganda yo'lning cho'qqisiga qorishib, yo'qchiga qarshi jangda Kunjema polki Sakada birlashma armiyasi bilan jang qilganda, polk komandiri Kunji yaralangan, siyosiy komissar Levining qurbon bo'lgan. Siz bu qo'shinni brigadimizdan ashaddiy dushman degan edingiz. Shundoq. Bugun bizga uchrab qolgan bo'lsa, uni nasib etibdi. Men bu ikki sabdishimizdan qon qisasini qanday olaman deb ansirgandim. O'zi oldimga kelibdi. Sakada degan u olvostini par qilib o'taman. Boshliq. Ular dushmanlarning xil qo'shini. Bu qatim biz xil qo'shin bo'lsa nima bo'pti? Ha? Men undaq sapsatilarga ishonmayman. Yo'qotadiganimni xil qo'shin. Buyrug'imni yetkaz. Hammalar hujumga o'tishga tayyorlansin. Hujumga? Boshliq. Hozir dushmanlar bizga hujum qilmasa, buyrug'imni anglamadingmi? Ha? Qulog'ingni dam tut. Bundaq ahvolda hujumga o'tmakdan boshqa chora yo'q. Tez bo'l. ishtikni chiqarib, hujumga tayyorlanlar. Tangri bizga yar yo'lak bo'pti. O ishning kuchiga endi qocholmaydigan bo'ldi. Huzur, ba, Wang Chongjuni chaqirib kel. Xo'p. Doklad boshliq, Wang Chongju buyrug'ingiz tayyor. Bu yoqqa kel. Avdondagi chidirni ko'rdingmi? Ko'rdim. Topning o'qi uyaga bora olamdi. Boshliq, orliq bak yiroq kel. O'qning tegish doirasi sirtida ekan. Chidirning yapon pakalarining qo'mondonlik shtabi ekanligi aniq. Olvostlar hali ishiltibdi. Chidirni o'qning tegish doirasining sirtiga tikibdi. Ularni bir pay o'qlar ujiqtirib o'talamsan. Boshliq, agar oldiga yana 500 metr bora olsak, chatoq yo'q. Ma'qul, seni degan yeringga olib qo'yay. Ishonching bormi? Bor. Lekin boshliq, top o'qidan aron 2 tonna qoldi. Nima deding? O haram tamoq. Tijavrak ishlasang bo'lmamdi. Boshliq, vicdoningiz bilan gap qiling. Boya olvoslar hujum qilganda, Juzi av ig'ir pulemyotni ujiqtirib, Juzi ko'zing ko'rib qoldimi? Av granatomyotni portlatib deb hammadan bek vaqraysiz. Endi gapingizni yenivasiz, qandoq bo'ladi? Meni isrof qildi deysiz deqi. Nimaga vatildaysan? Elbika edibingni berma.
Jang tugagandan keyin seni yerimjang tatliq yangi harg'i bilan mukofotlayman. Ha? Lekin qanday qilganda 2 pay top o'qi bilan dushmanning qo'mondonlik shtabini ko'zda yo'qotishni obdan o'ylamasang bo'lmaydi. Gapni oldin deb qo'yay. Deganimda qilamasang, aroqni mehmon qilish emas, jiningni olaman. Uqdimi? Xo'p, vazifani cho'qim o'rindayman. Başlıq. Bu qətim 8-ci armiya təkisini yetiqan boldu. Ulanın rəqibi Yaponiya 4-cü brigadasının Sakada birləşmə ətirti ikən. Sakada birləşmə ətirti? Rəqiblər tar yolda uçuruşubdu degan şuda. Biz burun onun bilan tutuşub baqqan. Sakada degan o qeyri alvastıdan çıx termiga yaxşı. Şikodakı urushda Sakadanın birləşmə armiyası mərkəzi armiyanın 2 diviziyasını yo'qotgan edi. O'tganda bizmo Loyeda onun bilan tutuşub qalganda 1 saatda bizning 300 odamimiz talafotga uchirdi. Agar tez chekinmagan bo'lsak, 358-polkni u taltuks yo'q etdi. Bu qatim 8-ci armiyaning ishi chataq bo'ladigan bo'ldi-da. Ularning qurol jabdoqlari bak nachar. O'q dorilarimi yetishmaydi. Bundaq kuchli raqibdan elishdan xavfi zo'r. Shundaq. 8-ci armiya endi cho'qim tugishidi. Hozirgi gap vaqtli qoldi. Sakada ularni tarchoqsi qapsotdi. Aniqki ular uzoq bardashlik bermaydi. Amal qilib ularga yordam bersak bo'ladi. Zambirak bilan bombardimon qilishib bersakmi hisob. Başlıq. Lekin bunday qilishga qurbimiz yetmasmikin? 2-ci urush rayonining boshlig'i 8-ci armiya bilan hamkorlashib jang qilishda urush rayonining yozma uqtirishi bo'lmasa, bir askarnimi mediriltishga bo'lmaydi. Buyruq xiloflik qilg'ichilar qattiq jazolanadi deb qayta jiklagan. Buni bilaman. Lekin Yapon alvastilari ko'z oldimizda do'st armiyani yo'qotman davasa, biz qimir-qima jim turib olsak, ko'nglim bir qismi bo'lib qoladi ekan. Oxirida ziyon uchraydigini yana Jongoning davlat mudofaa kuchi bo'ladi-da. Hozirgi masala shuki, agar Qo'rshavda qog'ina Gomendan armiyasi bo'lgan bo'lsa, buyruq xiloflik qilib bo'lsa-mu ularga yordam beradiq. Lekin ular kommunistlarning qo'shinida. Do'st armiya degani nazariyatga do'stlik. Amaliyotda ular jangviyan jangning jinini oladigan yo'shirin afat. Sho'ng ularni hamon yo'qotmay bo'lmaydi. Men buni bilmay qolatdimmi? Bo'ldi. Buni deshmayli. Oldidagi qorovulxona uxtash qiling. Yapon alvastirni harakatiga alohida diqqat qilsin. Hop. Qandaq, zarbi darataratan tayyorlab bitdimi? Başlıq. Obdan qarab turing, ha? Qurolimiz Yapon alvastirlariga yetmasmi? Lekin qilichvazaqda junguliqlar ularga saboq beraydi. Birodarlarga dedim, biz bugun u alvastirlarga qanday odam bo'lishini obdan o'rgatib qo'yamiz. Ko'pligini ko'rsatamiz. Bugungi jangda qilichvazlar atrofidagi botirligingni ko'rsatmasang bo'lmaydi. Bir qancha alvastirning kallasini ko'proq elib, yuzimni yo'riq qil. Agar bu qitimqi jangni qamashtirib qolmasak, brigada komandiri meni harbiy sudga topshirmay qolmaydi. Başlıq. Sakada birləşmə qoşununu məğlub qıla alsaqla, brigada komandiri aldırda yüzümüz yoruq buludu. Onda qasa iş yo'q. Aldığımızdaki 500 metr aralıqqa qara. Qism 500 metr aldığım mağdı. Şu çaqışı bərdaşlıq berib, ular vaqt tejab bersin. Bir pay o'q bilanla Sakadaning qo'mondonlik shtabini yo'qotalasang, brigada komandiri meni hech nima qilolmaydi. Meni haraq taklif qilamdi texi. Buningga bir nima degili bo'lmaydi. Başlıq. Aram 500 metr aralıq hücum qılamdıq. Qo'madan chiqmasmiz ekan. Bo'ldi, top o'qimi tejilib qolsin. Bizning batalyon ularning qo'mondonlik shtabiga bostirib qo'ysin. Yo'q. Unda qilsak bo'lmaydi. Hadisini qaramliq qilmay, kallangni ishlatishni o'rgan. Dushmanni yo'qotmay turib, o'zimizni o'limga tutib olsak bo'lmaydi. Avval dushmanlarning qo'mondonlik shtabini bechit qilib, ondan keyin hujumga o'tamiz. Hop. Başlıq. Bayli brigada komandirining buyruqini topshirib oldik. Brigada komandiri 1-polk navbatlashib himoya qilib chekinib, yo'jalingdan bosib chiqib kelsin deb buyruq tushiribdi. Yana 1-polkni qo'llashga 771-polk bilan 772-polk mas'ul bo'ladi ekan. Chekinadi ekanmiz. Sakada birlashma qo'shinning qilishlari gelimizga teraklik tursa, yana chekinadi ekanmiz.
muasirini bösüp chiqib ketirgan bo'lgan ekan, qayerdan bössak o'xshash emasmi? Başliq. Yücealın taraf düşman koşağının aciz noktası. Şu taraftan bir çıkıp geçsek işençlidirek bulamıkin deme. Sen nimani biletding? Chekinadigan bo'lsak, Sakadadiga abdah bostirib kelsa, biz texmi pasib o'ringa tushib qolamiz. Aloqchi, yangi birinchi polk Udildagi dushman bilan elishyotdi. Jangdan chekinib chiqishga amalsiz. Qarindosh qismlarning qo'rshovga o'ngishib bosib chiqishini qo'g'dash uchun yangi birinchi polkning komandiri Li Yunlong butun polktikilarni boshlab, Sakada birlashma qo'shinni tarmar qilib, qo'rshovni Udildan bosib chiqib ketmoqchi deb to'kilib qil. Başliq. Degenimizin o'rinliq. Lekin bunda qilsangiz yuqoridan buyruqqa xilof qilgan bo'lasiz. Janob Bak. Diqqat. Senden bir savol so'rayman. Yangi birinchi polkning komandiri kim? Li Yunlong. Changroqda. To'xtat! Yana birinchi polkning komandiri Li Yunlong, birinchi batalyonning komandiri Janob Buyruqimni ijro qil. Hop! Piyodalar 3-chi cho'ng atriti hujumga o'tish o'rniga kep bo'ldi. Başliq. Buyruq tushiring. Yo'q, birinchi cho'ng atritining askari kuchi yetishmaydi. Dushmanni ayt yaman boshqalashib bo'lmaydi. Piyodalar 5-chi cho'ng atritiga buyruq yetkazilsin. Piyodalar 3-chi cho'ng atritiga hamkorlikcha hujum qilsin. Itala! Birodarlar, anglasam yapon alvastilari nezvozlikda xil yomon emasmish. Men bu gapga hargiz ishonmayman. Hammamiz o'xshash odam tursak, nimada qo'rqatdik? Ha? Yangi birinchi polktikilar hargiz so'qi yurak emas. Eligo bir qancha alvast ekan. Azroil kasimi uning ko'gliga ko'z qo'yman. Men sizlarga uchrashma jang qilamiz degandim. Birodarlar, hurra! Nima qilmoqchidir? Askari kuchi bilan qo'rshovdan o'sib chiqmoqchimidi? 目的は何ですか？わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の考えは陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。Şuraya kurunla, tez bul! Tez bul! Cuza, kıyıp gitti! Komandalık ştabı pes tarafta! O'qnaka. Qadarlik! Cuza, o'ta attın, tegdi! Tegdi! Cuza! Birodarlar, hurra!
Tabii o, obdara qarab baq. Bu qitim qanchalik beliq to'rg'i tushdi ekan. Rastlı cho'ng beliq to'rg'i tushibdi. 1, 2, 3. Bu Sakada'nın qo'mondonlik shtabi ekanligi aniqga. Bak yaxshi oldu. Bir pay o'qtilar birlashma etrafdan qo'mondonlik shtabini bechit qildik. Hamda brigada komandiri meni etibitiman deb ham xiyol qilmasin. U nima qilganga meni etibitdi? U meni haroq taklif qilsa bo'ladi texe. Qo'chani biz chiqib ketaylik. Davomli hujumga o'taylik. Hurra! Huzur! Granatın birine çilbe! Başla! Ben bırak! Huzur! Kim itola? Huzur! Buradırlar! Hurra! Başliq, oldingi saptiki kuzatish punktining ma'lumotiga qaraganda, Sakada birlashma eltirtidan qo'rshovda qolgan 8-armiya qo'rshovdan besib chiqib ketibdi. Uning ustiga udildan besib chiqibdi. Rastilla odamlar aqli yetmaydi. Nima dedingiz? Qo'rshovni besib chiqib ketibdi? Ha. Rastilla odamning aqli yetmaydi. 8-armiya ash ko'say miltiqlar bilanmi? To'g'ri. Axborotda deyilishicha, yana Sakada qo'shinining qo'mondonlik sistemasi zarbaga uchrabdi. Udil tarafda hujum qilayotgan Yaponiya armiyasiga 8-armiya qaytarma hujum qilibdi. Hujumdan teri-perang bo'lib, butunlay tushib ketibdimish. Qalti siqibdi. Başliq! 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 Jangdavyo biz chiqolmay Olg'ostanning qo'rshovida qoldi. Pelimotim abi! Buradarlar! Bizning mustaqil poli qurilgan vaqtda tatib o'z buradarimizni tashlab qo'ygan yo'q. Biz chiqib ketaylik! Bu Li Yulong degan zalda nereden paydo bo'ldi? Qaysi harbiy maktabda o'qigandi? Huangpu harbiy maktabining oldingi bashqaralik o'quvchilari orasida bundoq odamning yo'qligi aniq. Bavdong harbiy maktabidamidi ya? Yoki bir jambozlar maktabida o'qiganmidi? 8-armiya qismlarida harbiy maktabda o'qiganlardan osh bir qanchasila tursa, ularning orasida o yo'q. Laypaçaq 8-armiya mı diye? O rastilla laypaçaq bo'lgan taqdirdimi? Bilib baqqım ba. O adamning qo'mondonlik taktikasi rastilla alaydi ekan. 别鬼子来了！把这个，弟兄们，咱们土力团从成立那天起就没丢下过自己的弟兄，冲我下！ Alvastılar! Akan qarğayının qışıq kelişi haqqını! Mende her qaysanın yiyişik obdan nersi ba? Yeni birinci politikler bir yerde ölümde korkmaydıqanların kelişi! Başlık! Başlık! Tabii o! Tabii başlık! Ben yeni birinci politiklerge yük bokladıgan buldum! Başlık! Beni çürüp koyun! Yüzümden alayım ben! Başlık beni çürüp koyun! Boldu gep qılma! Məllə bolu diken mən! Seni bu yerge her gün taşap koymayım ben! Başliq. Buncha valla açılanıdek neymiş oldu? Yani şu Liyullu! Can meydanda buyruğa karşı çıkıp kumandanlığı boysunmaptı. Bu kıdım onun ödevine taza bir vermeydiği bolsam. Başliq.
bu ishni yana o'ylashib boqqili bo'lmasmi? Li Yunlongning buyruqqa qarshi chiqqanligi eras, lekin yangi birinchi polk Sakada birlashma atritining mag'lub qilib, atrat boshlig'i Sakadani o'ltirib qo'rshovdan bo'sib chiqdi. Nima degan bilan xizmat ko'rsatdi emasmi? Xizmat ko'rsatning bo'pti. Li Yunlongning ko'rsatgan xizmati ozmiti. Uning materialini ko'rib baqsangiz, ko'rsatgan xizmati bilan jazolangan qitim sonining o'xshash ekanligini bilasiz. Bunda qilish qonuniyatlik bo'lib qolg'ili turdi. Har qitim ko'rsatgan xizmatini amga elib, endi bir uhdayli deb tursak, u o'zini ko'rsatib chataq chiqamay qolmaydi. Lekin bu odam askarlarni obdan boshqurdi. Burun yangi birinchi polkning jangovarligi ojiz, jabduqlar nachar edi. Bultor uni yetkab kelgandan keyin bir yil bo'la bo'lmayla bu polkni o'ngshab, ravus qilib etdi. O'zingiz mo ko'rdingiz. Yuqoridan bir atal miltiq, bir apay o'qtalab qilmay turibmi, o'zi qo'liga tushirgan qurollar bilan jabduqlarning hammasini yanglab teziyimizdagi eng jangovar qo'shinga aylandi. Boshliq, bundoq odamni ativolab ish qo'yishimiz kerak-ku deyman. Li Yunlong sizga qanchalik naf yetkazgan? Uningga yon besib ketdingiz-ku. Boshliq, sizdan yo'shirmayman. Men uni rostla yoqtirib qag'iltirdim. Ras. Bu soltak urush uchun yaralgandekla urushning ipini toza obdan biladi. Lekin buyruq qarshıdan aybini o'zgarsa bo'ladi. Yangi birinchi polk har qancha cho'ng to'p ko'rsatib, Yaponlarning podshohini o'ltirgan taqdirdami, buyruqqa bo'ysunmaydi ekan o'xshashli chora ko'riladi. To'hpa degan to'hpa, xatolik degan xatolik. Lekin uningga qanday chora ko'rayapsiz? Buni tek o'ylab baxmadim. Uni tosh shtabga yondirib kelib bir qancha kun otbaq tursa qandaq? O burunni otbaqqan. Uzun safarla o polk komandirligidan qoldirilgan. Amasa oshxonaga berib oshpaz bosqandaq. Yaylaqdan o'tgan oshpazlikni qilgan. Bu soltakning qo'lidan hamma ishning keladiganligini ajab uqmabdiman, ha? Doklad! Kira. Doklad boshliq. Tabiyo. Yaran qandaraq. Chataq yo'q. Alvaslarning o bir nimasidan teshib o'tib ketish iqtidori kuchli bo'lgani bilan jonga zamin bo'lish iqtidori ancha emaskan. Yo'tamda kichikini tatib qoldi shu. Ha, kela. Bir yutum ich. Ma'qul. Hey, soltak. Bir o'tla desam, och ko'zi qilib, hammani ishvatding-ku. Boshliq, siz bizga odam degan amniyatchil bo'lish kerak deb ta'lim beryapsiz. Shundaqdimi unchalar qilsam bo'lmaydi-da. Shunday qilib qo'yganligimni bilmaganmidim. Boshliq, kallam toza ishlamay qopti. Belib turib, xursandlik qilyapsan. Bu qitim ishbadan yaxshi bo'ldi. Yana ozroq tartiqlab qo'yay. Ma'qul. Nima galdiraysan? Aroqni ko'rsanglar, hammani unutadigan deti yo'q nima ekansa? Qatnashmagan. Sizlarning batalyon bu qitim jangni obdan qildi. Men yuqoriga sana mukofot degandek narsani berish to'g'riliq yo'l yo'riq so'raymikan deyman. Qani ola, icha. Boshliq. Bira mish gap anlamasiz. Qanday gap? Anlamadim-ku. Bir ish bo'ptimi? Boshliq. Boshtab organida mening bir yurtdoshim bor edi. Tungi qismga qaytishdan oldida bilan haraq ichgan edik. O birodarimizning og'zi haraq teksila hamma gapni davet etdi. O vaqtdan bizning yana birinchi polkni jangni obdan qilib turib, cho'ng chataq terib qo'ydinglar deydi. Buyruqqa qarshi chiqqan ishimizga boshtab boshlig'i qattiq ochiqlabdi. Tartib solgan o'xshaydi. Beljarlama, nemin tartib soladi ekan? Jangda g'alaba qilgan ekanmiz, bizni mukofotlash kerak. Muasirni bo'sib chiqib ketgangilar bizning ismimizni o'chirib o'tmaydigan-ku. Mushundaqmi yo'lsizlik qilamdi? To'g'ri, men shunday demoqchi edim. Sakada birlashma atriti undaq bo'shan emas-ku. Boshqasini demak turaylik. O'tganda mustaqil polk shularning qo'lida ziyon tortmadi bu, lekin bizning yana birinchi polk ududning Nosirni bo'sib chiqib, dushman bilan ro'bra ilishdik. Tek Sakadani ujuq turdi. Bularning hammasi quruq po'g'a kelganman. Elqi yurdishim menga hozir sizlarning polk qaltisini ochib bo'lib ketdinglar. Jangga mayillig'inglarni demak turaylik. Buyruqqa qarshi chiqqanning foydasini ko'ryapsizlar. Endi sizlarga qo'mondonlik qildak odam chiqmasmiki, Leyolong o'zini qaltis chaqlaydi-ku. Ko'ringiz, ammo jadisi yemay qolmaydi deydi. Kela, Tabiyo.
Araq ichgan, ha? Konalarda hushidan ketgan kishini o'ldi degili bo'lmaydi degan gap bor. Qanday qisqinmamdi? Xo'ja. Başliq. Diviziya komandiri bilan ko'rishmoqchisiz. Balduroq so'zlasangiz tashabbuskor bo'lasiz. Ko'rishmayman, hech kim bilan ko'rishmayman. Bo'ladigan ish bo'ldi. Pushaymon qilgan bilan o'rni kelmaydi. Atamdo, qamamdo, parvoyim pelak. Başliq, bu alvaslarning qarg'a elish mahoti bek nacharkan. Datayin, xizmat ko'rsatish uchun bizni tirek tutmoqchi o'xshaydi. Buni qanday bildingiz? Meni cho'ng amaldor o'xshaydi deb qolgan chig'i. Buni yaxshi bo'ldi. Aplegraq yerni tepib, ularni o'jiqtirib yetaylik. Ularning eti biznikidan tez chopar ekan. Rastilla xil otgan. Ammo mening bo'ladi. Başliq, atrofda dalda bo'g'idek bir joy yo'q ekan. Siz darhol o'zingizni chetga keling. Ahmoq. Ularning mendek cho'ng boshliqni o'ldirib yetishga ko'z qiymaydi. O'jat xaltisi yodingda bu. Ashi bizning angishlarimiz. Obdan qara, etimni yarlantirishga ruxsat yo'q. Sizning etingiz? Ha, mening etim. Albatta mening bo'ladi. Mening ko'zim tushgan ekan, hamon mening bo'ladi. Bu ablahlar bilan erishmasam hisob emas. Candı toyğuna çıkışı! Çerigi bo'lmasa, ulgi bo'lsin mayli! Qancha chiqsa! Aka, biz qo'rshovni qapdiq! Chigirala! Chigirala! Chu! Chu! Başliq, qarag'anda yo'ldoshlarimiz yordam kelgan o'xshaydi. Polk komandiri! Polk komandiri! Yana ishchiga o'xshaydi. Undaq emasdi. Burunli sizni yangi o'rganishga borgan bo'ldi degan to'g'ri. Buyruq o'zgarga o'xshaydi. Men bilan o'tishamsan? Voh! Polk komandiri, buyruqqa binoan sizga shuni uqtirman. Yangi berib o'rganish plani amaldan qoldirilibdi. Sizni bosh shtabga berib o'zim ma'lum qilsin deydi. Asta. Yana chataq chiqibdi-da. Başliq, tinchlikmi? Tinchlikmi başliq? Salom başliq. 28-ci polkning komandiri Denvoy o'zini ma'lum qilg'ili keldi. Yo'lni yo'qmagaysiz. Ko'rishmagili bir qancha yil bo'pti. Nayt tetik ko'rnisiz-ku. Yo'lda bir avvalchilik yo'liqmagasizlar. Yo'lda bir qancha ablah uchirgan tehamisni o'jiqtirib atdiq. Sizni yanala başliq obdan tushundi ekan. Başliq sizni har qanday odamning oldini to'salaydi, lekin birasi uning oldini to'solmaydi degan edi. Denvoy, yo'ldamo ko'rgansiz, dushmanning bizning va do'st armiyaning ilkidagi ziminlar giralishib ketdi. Vaziyat nihoyatda jiddiy ham murakkab. Shundaq. Olvastila qo'rcha qo'shin, markaziy armiya, jinsiy armiyasi va bizning ziminlarimizning o'z oldiga egilagan ziminlar bor. Vaqt qiz. Gapni qisqalik qilay. Yangi o'rganishga borgan buyruqni men amaldan qoldirib etdim. Sababi nihoyatda oddiy. Bizning bu yerda harbiy ishlarning xabari bor kadr nihoyat lozim bo'layotdi. O'rganish ishi keyinchi bir gap bo'la. Hozirni berib diviziya shtabiga tizim qoldiring. Birinchi polkning komandirligiga tayinlandingiz. Birinchi polkning? Shundaq. Yilning qismig'imi? Shundaq. Shu qismga. Sizlar 4-yillik armiyasidagi koni sepdashlar. Shundaq bo'g'achqilar sizni eng muvofiq nomzod deb qardiq. Yillarga bir ish bo'g'oqshmamdi. Jang maydonida buyruqqa qarshi chiqqanlik uchun vazifasini ep tashladim. Uning o'rniga siz chiqsiz. Aman bo'la başliq. Bering. Yo'lda bexatarlikka diqqat qiling. Hop. Nima qilmoqchi? Meni ustib qo'ymoqchimi? Tarqilinglar. Uzatqadek nima ish bo'ldi? Men ya bir yana begi olmasam. Lavli, odamgarchilik deganni faqat bilmaysan-da. Sen men qilyapsan. Bu degan yo'ldoshlarning ko'ngli emasmi? Odamni nasbassa jimi ishqi tez ketadigan o'xshaydi. Degina, men nimani xato qildim?
Qorshoni böskanda yujalangdan bösmadim-ku shu. Ish qilib bösish bo'lgan ekan, qaysi tarafdan bösa o'xshash emasmi? Sakadani yo'qotganimga mukofot bermisiga mayli etdi. Darajamni to'valtib o'tgani nimasi? Qindigina, men endi kimni oldiga datlab borman? Oldu elalli. Tolu kotul dememe. Bağıt kese dercanı tüvel tütüp o. Yeşik yok mallarının kulağı teş degen gep bağımaz mı? Arık septe obda arameli olsan. Hatırlayan bol. Baş ştabdaki başlıklar seni unutup kalmaydı. Küllerinin bir de emilen esli kilemdi kenmamdı. Bunun birini mi diger olmaydı. Yan birinci polu temiz senin tursa. Dada, tutundan açığını mor bilido. Darajamni to'valtib rot komandir qilib qo'ysa mayliydi. Meni yotgan ko'pi zavodiga oqbos bosh chiqib qo'ygan nimasi? Uni bari kishi qildi qashma. Bu qarg'un taryadi qisqanlikda. Yan birinci polukka bağırlık askerler dikkat! Peşkede poluk komandırık salam! 回去吧，老子用不着人送。再送送你吧。你说咱们也有好几年没见了。 İkimizden görüşmegenimiz gibi bir qancha yıl boptu. Görüşmeyle yana ayrıldığın bulduk. Paranlışıqıma vaxtımız çıkmaydı qavşaydı. Odam, yangi birinchi polkni mingtasida hozir holatga keltirgan edim. Tayyorga hayyor bo'ldigan bo'lding, ha? Hey, bu jangdab yo'q xil bo'ladi. Mubodo kunlarning birida menga kerak bo'lib qolsa, uni menga berasan. Çatak yok. Sen gep qilsan kim yoq deyalaydi. Bo'ldi, ko'nglingni yerim qilma. Darajang mush bir ish qatimla to'valtilganmidi. Bu qatim nemishqi bundaq ochalab ketsa. Hay, bu qatim o'xshamaydi. Bu qatim urushda g'alaba qilsam-mu, darajamni to'valtib o'tkachga qo'zg'im ko'payotdi. Kiyim-kechik zavodiq berib aramamamsan. Yuqoridagilar seni hamon ishiltidi. Hozir kadr nihoyat kamchil. Bo'libmi harbiy ishlarni biladigan kadr kamchil bo'lyapti. Bağlışımanki 20 yılga bağmayla yana polk komandir bo'la olaysan. Bo'ldi, qilmayman. Diviziya komandirligini basimi qilmayman. Ay, kiyim-kechak zavodida gul kashlayman. Ishonmasan qarab tur, ha? Yotgan taqatgan kuni sana suvda uzayotgan qo'shmoq uyda kashlangan yotgan tegib qolsa, cho'qim meni kashtildi deb bil. Bo'ldi qila. Qo'llari o'tandek tursa, gül keşleş emas. Gülni buzib desenmikin tan. Qo'shmoq o'rdak davatqinni. Boyxo'jamning arzuli qizidek ishni qilsam, Leyulning degan ismingni o'zgartirmayli yana. Bundaq yashashdan jaq to'ydim. 10 necha yil jang qilib, oxiri tikkuchi bo'ladigan bo'ldim. Nasbasti degan shu-da. To'lasira chekiramay. Chidab tur. Hay. Bir so'g'ib asam olamsan. Sen yalan to'shdan bir narsa chiqamdi. İzzetingni qilganni faqat bilmaydi ekansan. Qalti so'g'ib bermanjimi? Aslida o'zimga qoldirmoqchi etdim. Lekin ko'ni sablishimdan amirning elib tashlanganligini ko'rib, ko'nglim bearam bo'lg'achqa, levimni tishlab turib, sana beray demoqchiman. Men tep baqay. No'ch tapanchadan birini o'ljaga o'xshamamsan. Chiqira, ko'rib baqay. Tapanchi degan qanchalik nimetdi? Sana bir otliq askarlar batalyoni so'qmoqchiman. Otliq askarlar batalyoni? Nada?
qilinglar. Bizning hozirgi o'rnimiz Yansun kenti. Daşavan qo'ltiqi bu yerdan 2 kilometr yiroqlikda. Birinchi jangovar guruhpa oldida yo'l boshlab mangdi. Ikkinchi jangovar guruhpa ularni himoya qiladi. Uchinchi jangovar guruhpa oqsabni muhofazat qiladi. Bu yerdan ham bilan o'tib ketamiz. Nishon 8-armiyaning Daşavan qo'ltiqidagi bosh shtabi. Jangga tayyorlaninglar. Hop! Qaysın, Mahbub belginde. Başliq. Birinchi jangovar guruhini kent keynidagi qarovul sizib qoldi. 8-armiya bilan etishib qoldik. O'qnan qaypila. Birinchi jangovar guruh buyruq. Darhol chekinsin. Demakchi bo'g'inimiz harakat amaldan qalamda. O'q ovozi bilan tang urush fursatini qo'ldan berib qo'ygan tursak, Daşavan qo'ltiqiga yenimda boramiz. Hay. Chekininglar. Asas polikmiz, quruq gap. Ularni asas polik demay, yarmas polik desek bo'ldik. Qo'mondan ashundaqmi qo'mondanlik qilgan bormi? Bir polik turib, yaponlarning kichkin bir atirtigini tankilamabdi. Polik komandir bo'laman degicha patbaqsi bo'ldik. Darhol polik komandirlik vazifasiga tashlansin. Hop! Bilasini tepib, mustaqil polikni qaytadan tartibga solmasak bo'lmagandak. Mushundaqni tugashtirib bo'lmaydi. To'g'ri. Askarni tartibga solamiz deydiganmiz, avval sarkargini obdan tanlashimiz kerak. Li Yunlong nada? Li Yunlong nada? To'g'ri. Baştabning Li Yunlongga ko'rgan chastaq bekor qilinmadi. U hozirmi kiyim-kechak zaltining boshliqligini qilyotdi. Uning qadanglar. Kechdi men deb qiynalib yurmay, darhol mustaqil polikka berib, polik komandir bo'lsin.